Sevgan insoningiz bilan oila qurmang, faqat sevganingiz uchun. Faqat degan so'zimga e'tibor bering. Bu turmush yaxshi turmush bo'lmaydi. Chunki sevgining ko'zi ko'rdir. Kim shunday gapni aytgan bo'lsa, sevgining ko'zi ko'rdir deb baraka topsin. Chunki sevgi va xususan bog'lanish bo'lsa, hamma narsani ko'r qiladi. Ko'rmaysiz. Men erimga xiyonat qilmaganman. Men faqat bir yigit bilan telefon orqali yozishganman. Lekin hech qanaqangi zino qilmaganman deyapti. O'sha yozishganining o'zi zino. Eri uyida turib O'shalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq, oshig'i bemor